Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Navbatdagi drablikamiz tayyor bo'ldi. Don maydalaydigan. Xo'p, bu Samarqand viloyatiga drablikamiz faqat donli mahsulotlar chiqaradi. 99% un qilib beradi. Hozir video davomida ko'rasizlar. Bu drablikamiz 3.200.000 so'm. Motori alyuminli 8 kW yozuvli alyumin. Katta motor bu. Qani bu yerda 8 kW yozuvlisi. Mana boshda turibdi. Mana 8 kW, 3000 оборот, og'irligi 38 kg mana. Katta motor. 8 kW yozilgani bilan 4 kW kuch beradi. Hozir mana shuni sinab ko'ramiz. Buni narxi 3.200.000 so'm. Buni arzonlari ham bor. 3 kW li alyumin bo'lsa 2.5 million so'm. 3 kW li mis bo'lsa 3 million so'm bo'ladi mislisi. U ham 3 kW li bo'ladi. Setkalar almashtirish mana. Oldilar ochiladi, mana oshiq-moshiqli. Bemalol ko'rishingiz, setka almashtirish ham osonroq. 3 xil setkasi bo'ladi. Mana bu yormaga, bunisi bug'doyga, ichida eng mayda setkasi turibdi, o'sha un qilib beradigan setkasi. Hozir video davomida ko'rasizlar. Motorimiz qizisa o'zi tashlab yuboradigan kulchatorlari bor. Bemalol ishlataverasizlar. Qizib ketyapti, nagruza kelyapti demaslar, o'zi o'chaveradi, qizisa yoki kuch kelganda. Hozir shtatni tekshirib ko'rsatamiz. Eng mayda setkasi 99% un qilib berdi, bemalol molga sepib bersalar ham bo'laveradi. Ichidan butun o'tib ketmaydi. Hop. Bunimiz eng katta iri setkasida soatiga 600-700 kilo chiqaradi. Eng mayda setkasida 250-300 kilo soatiga chiqaradi. Yorma qilmoqchi bo'lsalar, mana buni 6 li setkasini qo'ysalar, 600-700 kilo soatiga chiqaraveradi. Un qilinadigan bo'lsa, endi setkasi maydaligini hisobiga ichida uzoqroq aynaladi, shuni hisobiga kamroq chiqaradi. 250-300 kilo atrofida chiqaradi mana. Bemalol molga sepib beraverasizlar. 99% un qilib beradi. Buni drabliklarimiz bor, universal, hashay va donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Bunda ham don chiqarsalar ham bo'ladi. Bu 80-85% un qilib beradi. 15% shakari bo'ladi. Bu universal, xashak va donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Xo'p, mana hozir videolarimiz ham bor. Bu yer yong'oq palayda chiqargani, mana gurguchokda zubachiskada qilib bergan. Mana yer yong'oq press. Mana bu somonda chiqarganimiz. Yana boshqa videolarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Endi hozir reklama qilib o'tib ketyapmiz. O'zi asli donli drablikamizni reklama qilyapmiz hozir. Samarqand viloyatiga chiqib ketadi. Bu motor o'ta katta motor, 220 ga ishlagan eng katta motor. Uni og'irligi ham 38 kiloli.
8 kilovat yozuvli. Mana bularimiz 3 kilovat yozuvlilarimiz 23 kilo, 24 kilo atrofida bo'ladi. O'zing solishtirib olsalaring ham bo'laveradi. Mana. Setka almashtirish ham oson. Mana yerdan ochiladi mana. Bunday qilib ochib, eshigini oshib ochib, setkalarni almashtiraverasizlar. Narxi 3 million 200 ming so'm 8 kilovatli alyumin motorimiz. Dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Adreslarimiz Qo'qon shahar, telefon raqamlarimiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.